Assalamu alaykum Uyg'ur TV kanalımızdan hürmetli görünenler. Bugün 2019 yıl 25 Mart Düşenbe. Bugün İstanbul Türkiye'deki bizim Uyg'ur TV'ge ziyaretçimiz geldi. Sonunda sizler bilen birlikte bu ziyaretçimizni tunup çıkaydı. Assalamu alaykum, qanday ahvolingіз? Va alaykum assalom, Muhammad aka. Salomat bo'ling. Yaxshi, Allohga shukr. Efendim, o'zingizni ekranda ko'rganlarimizga qisqacha bir tunitib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'uristonlik vatandoshlar, qarindoshlar, sabdoshlar, do'stlar, hammalarga İstanbul'daki bu Uyg'ur televiziyasininki bu studiyasida o'tirib sizlarga salom yo'llamoqchi. Men Turmuhammad Hashim bo'ldi. Yaponiyadan bu qatim İstanbulga bir ziyorat bilan kelgan. Andim shu Uyg'ur televiziyasini ziyorat qiladigan bir fursat bo'lib qoldi. Shu oldi bilan bizning bu Uyg'ur televiziyamizni qurgan, quruvchi bo'lgan vatan millat uchun uzun yilning yog'i tartib nurg'un ajr singdirib shu Uyg'ur televiziyasini qurib chiqqan bizning qarindoshimiz, vatandoshimiz Abdul Qarqash efendimga oldida minnatdorligimni bildirman va salomimni yo'llayman. Va shundaqla İstanbul'daki bu sho'bisiningki mudiri Yunusjon qarindashimizga va shundaqla Yunusjon qarindashimizning tashkilotidagi barliq mush stadiyada ishlayotgan qarindoshlarga minnatdorligimni bildirman. Hammalarga rahmat aytaman. Allah sizden razı olsun. Rahmet. Sizge rahmet. Turmuhammad aka, siz vatandın yeni çıkıp qancha uzun bo'ldi va nerede turdunuz? Men ukam 1994-yili Sharq Turkistonninki Dehqonchilik universiteti bor. Shu Dehqonchilik universitetida o'qituvchilik qildim. 85-yildan tortib o'qituvchilik qilgan. 94-yili Yaponiyaninki Kyushu universitetiga doktorlik unvoni olaman deb shu niyat, shu maqsad bilan Yaponiyaga chiqqandim. 94-yildan tortib 99-yilgacha 5 yil Kyushu universitetiga bir endi Yaponiyada 7 cho'ng universitet bor, shuning birisi ham Kyushu universiteti. Shu universitetda o'qib 99-yili doktorlik unvonini olib Yaponiyaga qolib qolgandim. Asli Yaponiyaga kelishga maqsadim doktorlik unvonini olib bo'lgandan keyin o'zimning maktabi bo'lgan Sharq Turkiston yezigilik universitetida o'qituvchiligimni davomlashtirish uchun kelgandim. Men 94 keldim. 97-yili siz bilasiz, G'o'ljida bir qirg'inchilik bo'ldi. Biz uni 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligi deb ataymiz. Uni men shu Yaponiyadagi Kyushu universitetida o'qiyotgan vaqtda, men masterning 2-yilida o'qiyotgan vaqtimda shu xabarni Yaponiyaning gazetlari emas, Amerikaning, Yevropaning gazetlarida anglab, bir mezgilda necha yuz odamni Xitoy qurolliq bostirganlik bir fojia bo'lgandan keyin, endi bu men uchun bir ajoyib bir cho'chinishli bir xabar bo'lgan. Nima desangiz, biz hech nima bilmay vatandan chiqqan. Endi Xitoyninki bizning millatimizga u darajada zulm qiladigan narsa bizning qo'limizda yo'q edi. Vatandan chiqishdan burunchi. Vatandan chiqqandan keyin endi asli bu erkin dunyo bo'lgandan keyin vatanning tarixini, Xitoyning qilayotgan zulmlarini ma'lum darajada tushungandim. Lekin 97-yildagi bu G'o'lji qirg'inchiligi endi biz shu vatan sirtidan istiqomat qilayotgan, o'qiyotgan Uyg'urlarni bir uyg'otdi-da. Shu uyg'onish bilan men endi bizning shu milliy da'vosimizga kirdik. Shu G'o'lji qirg'inchiligini men Yaponiyada ko'chlik vaqtimda yaponlarga tunji anlatgandim. Shundan keyin albatta biz
undaq bir Xitayning bir qirg'inchiligini Yapon xalqiga anglatgandan biz albatta Xitoy bilan dushmanlashmizda. Shundan keyin endi men vatan qaytamaydigan bo'ldim. Shunga hisoplasak 94-yildan tortib ta bugungi kunga qadar men Yaponiyada 24 yil turmush qilib keldim. Siz bu 24 yil Yaponiyada yashab kelibsiz. Bu jarayonda vatan uchun, millatimiz uchun qilib bo'lgan xizmatlaringizni ko'rganlarimiz bilan bir o'rtoqlashib bergan bo'lsangiz. Endi Yaponiya bo'lsa, hammamizga bilimiz bu endi dunyoda cho'ng davlatlarning biri. Osiyada bo'lsa, endi Osiyada eng baldo erkinlik, demokratiya, qonun bilan boshqarishni yo'l qo'ygan bir mamlakat. Ayni ustiga mayli ilm fan bo'lsin, mayli sanoat bo'lsin, mayli ijtimoiy taraqqiyot bo'lsin, bu jihatdan dunyoning oldi hisoblangan bir mamlakatda. Endi bunday bir mamlakatga kelish fursatiga sazovor bo'lib biz. U yerda uzun yil o'qidik, ondan keyin uzun yil xizmat qilib keldik. Mush jarayon men deb o'tgandek shu 97-yildagi bu g'olji qirg'inchiligi endi men uchun bir uyg'otish bo'ldi-da. Men uchun bir uyg'onish bo'ldi. U qirg'inchilik meni uyg'otdi-da. Shundan keyin men endi asosan Yaponiyada shu bizning Uyg'urlarning tarixiy, madaniyati va shundaqla Xitoyning bizga silib kelayotgan zulmi bularni anglitib keldik. Amaliyotda endi Yaponiyada eng baldo'mi shu da'vo sepiga va da'voni olayotgan men hisoblangan. To'g'ri chiqib ishlarni boshlagan hozirgacha bu da'voda bir kishi xizmat qilib kelyapmiz. Undaqda Yaponiyadagi Yapon davlati va Yaponiyadagi millatlar hozir bu Sharq Turkistonda kamplar masalasi butun dunyoga bo'linyapti. Bu to'g'riliq nimalarni o'ylaydi va ko'z qarashlari qanday? Endi Yaponiyadagi bu Uyg'urlarning da'vosini tunji qatim boshlab bergan bizniki hurmatli Rabiya Qodir xonim bo'ldi. 2009-yili Rabiya Qodir xonim tunji qatim Yaponiyaga kelib, Yaponiya ziyoratida 10 shaharni ziyorat qilib, shu vaqtda Uyg'urlarning ahvoli, tarixi va Xitoyning zulmlarini anlatgan. Undan keyin nurg'un qatim biz Rabiya Qodir xonim bilan taklif qilib, nurg'un qatim konferensiya bo'ldi. Rabiya Qodir xonimdan boshqa va shu vaqtdagi dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Setim Turk apandi va boshqa dunyo qurultiyining shu vaqtdagi rahbarlarini biz ko'p qatim Yaponiyaga taklif qilib, ularni nurg'un xizmatlarni qildi. Yaponiyada yashab kelayotgan Uyg'urlar jumladan men shaxsan o'zim endi Yaponiyada nurg'un xizmatlarni qildik. Endi hozir ham Yapon hukumati bo'lsin, yo parlamenti bo'lsin, yo xalq bo'lsin, Uyg'urlarning qanday bir zulm ichida qolganligini yaxshi biladi. Bizniki Yaponiya parlamentida Uyg'ur do'stlik komiteti var, do'stlik gruppasi var. Uningda o'sha hozir Abe hokimiyatiniki qo'lliq ministrlari va parlamentdagi qo'lliq a'zolar uningga a'zolab kirgan. Aniki bizniki Yaponiya hukumati bilan bevosita aloqamiz bor. Tashqi ishlar ministrligi deymiz. Va boshqa ministrlar bilan aloqamiz bor. Endi Yaponiyada lekin ham Yaponiya davlati bo'lsa, bizniki bu Uyg'ur da'vorimizga hozir qadar Amerikadagi yoki Yevropadagi bir keskin bir ifoda bildirgani yo'q. Nima desangiz, Yaponiya ehtiyotchan bir mamlakat. Bu mamlakat endi o'ziningki shu hozirgi vaziyati, ichki tashqi ahvoli va shunaqla Xitoy bo'lgan tashqi siyosatiga asosan Xitoyningki bu Uyg'urlar ustidan elib berayotgan hozirgi navbatdagi irqiy qirg'inchilikqa nisbatan
Amerika'daki yoki Avrupa'daki bir inkaz qaytırıp bulamadi. Yaponiya hükümeti. Lekin parlamentdan endi ba'zi bir parlament a'zolari bunga keskin bir ifoda bildirib keldi. Endi biz bir mamlakatni desak, uningda har xil siyosiy partiyalar bo'ldi, siyosiy guruhlar bo'ldi. Parlamentning ishidami o'rtish partiya deymiz, hokimiyat partiyasi deymiz, bunday bo'ladi. Endi Yaponiyada o'rtish partiyalar endi bizning bu ishlarimizni qattiq qiziqmaydi. Chunki Yaponiyadagi o'rtish partiyalar bilan Yevropadagi, Amerikadagi o'rtish partiyalar o'xshamaydi. Yaponiyadagi o'rtish partiyalar ko'pincha xitoyparastlar. Endi bu hokimiyat tutayotgan Erkin Demokratlar partiyasi bu xitoyparast partiya emas bu. Xitoy bilan do'stlik munosabatni yaxshilaymiz deydi, lekin u bir diplomatik narsada. Ko'ngilning eng cho'nqi yerida u Xitoyni yaxshi ko'rmaydi ular. Unda bo'lgan ekan bizningki davarimizni endi ular ochiq oshkoralik sahnaga chiqib qo'limizni bizni ishki jihatdan qo'llab. Yaponiya hukumati shunday. Shunga masalan Rabiya Qodirxon bilan kelsa, hech zamon Rabiya Qodirxonning vizasida masala chiqqan vaqt yo'q. Rabiya Qodirxon har qanday vaqtda Yaponiyaga bormay desa, har qanday vaqtda Yaponiyaga kelalaydi. Bizning Sittin Turk apandim deymiz. Boshqa rahbarlarimiz o'xshash Yaponiyaga hech qanday to'solg'isiz berib kelalaydi. Davarimizni erkin anglata olamiz. Yaponiyada tashkilotlarimiz bor. Bizning tashkilotlarimiz Yaponiyadagi har qanday faoliyatni erkin qilamiz. Hech qanday to'solg'i yo'q Yaponiyada. Ham xalqimizni qo'llaydi. Hukumat bizni ochiq oshkor qo'llab ketmasmi, bizni to'smaydi. Erkinlik bor. Shunaq bir saviyada biz ham Yaponiyada davarimizni ma'lum bir darajada anglitib keldik. Endi xalqimiz eng rozi bo'lmaydigan yeri endi nima uchun Yaponiya Amerikaga o'xshash, Yevropaga o'xshash Xitoyni ayblamaydi deydigan fikrlar bor endi. Buningga endi biz albatta Yaponiya hukumati biz o'zimizniki ma'lum darajada bari bir yo'llar orqali o'zimizning talablarni qo'ya olamiz ularga. Ularni deydi biz sirtqi jihatda biz bunday qildik demasakmi, biz har zaman Xitoy bilan shu Uyg'ur masalasi to'g'riliq ular bilan dialog qilyapmiz, suhbatlashyapmiz. Uyg'urlarning haq-huquqini, bo'lib inson haqlarini ular qaytarib berish kerak. Xitoy o'zining avtonomiya qonunini ijro qilish kerak degan talablarimizni qo'yapmiz deydi. Ular shuni qilyapti. Chunki biz Yaponiya tashqi ishlar ministrligi bilan bevosita aloqamiz bor-ku. Ular davomli bizga daftarda biz mana ishlarni qildik. Xitoyning konkret demasimi biz Xitoy bilan falonchi bir suhbatimizda ularga bunday yo'llarni bunday bir suhbatlarni qilib, ularga bunday talablarni qo'ydik deb biz deydi. Endi biz ularni e'lon qilaylik desak, ular buni e'lon qilmasanglar, bu shu bizning aramizdan qolsa deydi. Shu biz ham ularning bu orzusiga hurmat qilib, uni e'lon qilmaymiz. Men meyadamni bugun alaydi buni. Stadion kelgandan keyin sizdan so'ragandan keyin meyani e'lon qilyapman buni. To'g'ri tushundim. Hozir Yaponiyada Xitoy hukumatiga qarshi turib, nurg'un namoyishlarni qilyapsizlar. Alloh razı olsun. Undaqda Yapon millatining Uyg'ur millatiga qarshi ko'z qarashlari qandayroq? U yerda Uyg'urlarning moddiy va ma'naviy jihatdan qiyinchilik bormi? Qandaq bir hayot suryapti? Bu haqda to'xtalib bergan bo'lsangiz. Endi Yaponiya bir erkin, demokratik va qonun sistemasidan mukammal bir mamlakat. Bu yerda qonunning ishida bo'lsa, siz har qanday ishni erkin qila olasiz. Mayli siz siyosiy partiya quring, siyosiy tashkilot quring, namoyish o'tkazing, yoki konferensiya oching, hech qanday ishingizga hech qanday to'sqinlik bo'lmaydi. Shunga Yaponiyadagi Uyg'urlar erkin yashaymiz. O'zimizning hech qanday to'sqinliksiz dadil agar bir ish qilamiz desak, har qanday ishni qilib keta olamiz. Shunday bo'lganligi uchun
Yaponiyadagi bu tashkilotlarimizmi davomli namoyishlar o'tkazib turamiz, konferensiyalar o'tkazamiz. Yoki Uyg'ur jamoat o'zi erkin holda har xil madaniy faoliyatlar, diniy faoliyatlarni olib boramiz. Diniy faoliyat jihatda masalan Tokyo jamisida bir cho'ng masjid bor, jami bor. Bizning Uyg'urlarimiz ham ko'pincha jamoat shu masjidda faoliyat qiladi. U masjidmi bo'lib Uyg'urlarga alohida muomala qilib, o'zining yig'in zallari deymiz, har xil yaxshiliklarni biz qilib kelyapti. Men shu stadiyada turib, shu Tokyo jamisiga haqiqatan chin ko'ngildan rahmat aytaman ularga. Burungi imomi va hozir yangi kelgan imomlarga ularni Uyg'urlarni alohida biladi. Qo'ldan kelgan yordamimizni qilib kelyapti. Shu xuddi shu Turkiyadagi Uyg'urlarga Türk hükümeti, Türkiye xalqi qanday g'amxo'rlik qilsa, shu Tokyodagi Tokyo jamiyati ham nima Turkiyaning anaqa diniy ishlar nimasi boshqalar ekan, nazarati boshqalar ekan. Ularni obdan bizga g'amxo'rlik qilib kelyapti. Qanday nimani jamoat so'radingiz, Uyg'ur jamoati. Yaponiyada mening anglashimcha 2000 dan ortiq Uyg'ur Sharq Turkistonlik ibodat alındı. Hem de onun asas kısmı şu Tokyo'nun merkez kılan Kanto area yaptığımız Şark Kanto diyen neresi hem de bu Tokyo'nun merkez kılan müştak bir çemberçesi rayonu biz Kanto yapıyorduk. Aş rayonu caylaşkadan köpünç Uygurlar. Yani Uygurlarımızın içinde Ali mektep profesörleri var. Arkadaş çoğu şirketlerin engineerleri var. Ondan başka bir şirketler işler yapan işçi hizmetçiler var. Hükümet organları işleyen Uygurlar var. Ondan keyin köp sandıklarımız okuvchi var. Aldı doktorluk okuyanlar, keyin üniversite, til mekteplerinde okuyan Uygurlarımız var. Yani bular hem de çoğun bir mesele yok. Çünkü Yaponiya hükümeti, Yaponiya cemiyeti hem de Uygurlarga farklı qaraydi. Bulup mu şu 2016 yılındaki Xitoyningki erkek qirg'inchiligi yo'lga qo'yilib millionlarcha Uyg'urlar bu kamp nimalarga lagerlarga sulinib ketgandan keyin bu dunyoviy xarakterli bu to'nilib ketdi-ku. Bundan bo'lgandan keyin Yapon xalqininki esdashlik qiladi kuchli Uyg'urlar bo'lgan. Shu anda Uyg'urlarning ishi Yaponiyada hech qanday bir qiyinchilikqa uchragan emas. Har qanday vaqtda osonlik bor. Ondan keyin Yaponiyada ishni pishmi ta'sir emas, Turkiyadagidan oson. Nima uchun desangiz, Yaponiyada bu emgak kuchi yetishmaslik ahvoli bor. Har qanday bir odam agar ish qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, qonunliq bo'lsa ish qila olasiz yani. Shunga bu yil 4-dan boshlab Yaponiya qonunni o'zgartirdi. Chet elliklarga viza berish qonunini o'zgartirib, hozir chet eldan bevosita emgak kuchi qabul qilingan qonun chiqadi. Chunki Yaponiya emgak kuchi yetishmaydi. Sen bu to'g'riliq mavzusi maqsadida Yaponiyaga kelib, biz Uyg'ur qarindoshlardan Yaponiyadagi shirkatlarga emgak kuchini tunishtirish to'g'riliq bir imkoniyati bormi deb izlanyapman men shaxsan. Endi Yaponiyaga berib ishlash uchun yoki o'qish uchun bir shart bor. Nima shart desangiz, yapon tilini o'rganish kerak. Nurg'un qarindoshlar menga xat yozyapti, aka bizni yapon akasingiz Turkiyada qiynalib ketdi deb. Albatta men ularga yordam qilgim bor. Albatta. Chunki ular haqiqatan Turkiyada qiynalgan qarindoshlarimiz chiqqan. Lekin siz bir og'iz yaponchani bilmay turib, Yaponiyaga borgandan keyin hech qila olmaysiz. Siz yaponlik xo'jayinning qo'lida ishlaysiz-da vaqtida. Shunday bo'ldi. Biz sizni olib berib biz boqolmaymiz.
Çünkü bizning qo'limizda unda ish boqadigan ish kelmaydi. Bizning iqtisodimiz bunda yo'q. Siz borasiz, dam bir shirkatga o'rlashsiz, shu yerda o'zingiz boqmasangiz bo'lmaydi. Chunki Yaponiya bir qimmatchilikda, ammo Turkiyaga o'xshamaydi. Turkiyada qanday Uyg'ur jamoati ham jiq, har xil vaqflar bor. Dam olib qilinib qolsin, ular sizga dam olib bir yoki uy ijoza berdi, yoki tamoqni berdi, bir nima qilib turdi. Yaponiyada biz unday sharoitimiz yo'q. İştimimiz yo'q. U yerga musofir bo'lib borsangiz, hatto bizmi sizning holingizdan xabar ololmaymiz. Ajab bu Yaponiya shuni taraqqiy qilgan davlat turib, bu turmamat ashum bunday qilgan deb qilishinglar mumkin. Chunki bizning hamda Yaponiyalik bu jamoatning unchalar bir kuchli iqtisodiy kuchimiz yo'q. Yaponiya jamoatining uchun. Endi bizning vaqtimizmi yo'q hamda. Masalan bir 10-20 Uyg'ur kelsa, uni bir oy beqib buni tomoqni yotoqni bostirib, uni nima qilgan bir iqtidorimizmi yo'q ham Yaponiyada. Endi bundan keyin masalan Uyg'urlarimiz texnik ko'p berib Yaponiyaga, endi Osiyoga mush Uyg'urlarimiz iyilik tiklab bir 5-10 yildan keyin nima qilsa, ehtimol bizning Turkiyadagi Uyg'urlarimizning sharoiti Yaponiyada shakllanishi mumkin. Shunga mening o'zimning shaxsan ko'nglim mumkin bo'lsa Uyg'urlarning texnik ko'p Yaponiyaga kelib o'rnashib, Yaponiyadagi mush hozirgi yaxshi afzallikdan foydalanib, ham o'zining turmushini yaxshilab olsa, yoshlarimiz ham bu yerda o'zi xohlagan bir kasbda qilinmay o'qiy olsa, shuni orzu qilamiz endi. Shunday bir sharoitni biz yaratib berishga bir tirishimiz. Endi u bizning davlatimiz emasda, biz ham bu yerga bir musofir. Endi bizning qo'limizdan kelgan ish minoyatlik cheklik. Agar Turkiyaga o'xshash hukumatmi bu Uyg'ur masalasiga ko'ngil berib, Turkiyadagidek bunday bir sharoit bo'lsa, bizmi dunyodagi xili Uyg'urlarimizga sahib qila olmaydik. Lekin Yaponiya hukumati bu Uyg'ur masalasiga qat'iy yaqin kelmaydi. İşki jihatdan biz uni qilib turamiz, buni qilib turamiz deydi. U degani faqat diplomatik. Xitoyga diplomatik jihatda ba'zi bir talablarni qo'yishda ular xizmat qilyapti. Lekin endi Yaponiyaga kelgan Uyg'urlarniki mayli viza ishlari bo'lsin, yoki iqomat ishlari bo'lsin, bu jihatda Yaponiya hukumati bizga yashil chiroq qilib bergan ahvol yo'q. Şunu şu Uyghur televiziyasının Yaponiyadaki qarindoshlarimga demoqchi bo'lganim, biz ham Yaponiyadagi Uyg'urlar haqiqatan Turkiyadagi qilingan Uyg'urlarimizga yordam qilish niyatimiz bor. Lekin bizning sharoitimiz nihoyat cheklik. Shuni to'g'ri tushunsanlar, biz albatta Yaponiya tarafga xizmat ishlayapmiz. Endi mumkin bo'lsa shu qonuniy yo'l orqali shu Yaponiyalik shirkatlarga bizning Turkiyadagi qarindoshlarimizni tunishtirish, aşağıya xizmat o'rlashtirish jihatda biz tirishchilik ko'rsatamiz. Lekin biz bu yerda biz necha yuz Uyg'urga mandaq ish qilib birmiz yoki undaq sharoit birmiz degan va'dani berolmaymiz. Chunki bir odamning bir ishni qilish nihoyat cho'ng bir jarayon ketadi. Shunga menimki miyada tushuntirayotgan narsani to'g'ri tushunishinglarni va qonuniy yo'lda Yaponiyaga berib bir kishida xizmat qilishni yoki o'qishni yo'lini tepishni biz bilan birga yapishni men orzu qilaman, umid qilaman. Bu jihatda biz Yaponiyadagi Uyg'urlar bizning tashkilotimiz chuqur sharoit yaratishga tirishamiz. Agar talablar bo'lsa, qarindoshlarimizniki bizlar ayrim aloqalashib bo'ldi. Endi Yaponiyadagi o'qish sharoitimi yaxshi. Yaponiyaningki muarif texnologiya jihatdagi saviyasi ham dunyoning oldingi saviyasida. Shunga Yaponiyada o'qish sharoiti nihoyat yaxshi. Lekin Yaponiyada bir masala narsa nihoyat qimmat. Narsa kerak qimmat. Uy ijara qimmat.
tamak pulu o bu kıymet kilidi. Annikin üniversiteler hem mesela pul elip okudu. En az o neçe min dollarlık pul gitti de onun. Şunu bazı kardeşler market yazdı oturup takamen yapıyan okuğum vardı. Qanday qilsam bo'ldi deydi. Onun şu men deyman birisi tili günüm, Yapon tilini günüm, ikkinchisi iqtisodiyotlik qiling. Yaponiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, kam deganda bir necha ming dollar, 7-8 ming dollar elib kelmasa bo'lmaydi Yaponiyaga. 1000 dollar yanchiqqa silib yerga bassa shu bir hafta ara yetadi uncha. Qimmatchilikdan bundaq. Şuna endi mümkün bo'lsa biz Yaponiya hükümeti mesela Ma'rif Ministerligi alayida mush Uyg'urlardan mesela yiliga 100 o'quvchi qabul qilamiz yoki 200 o'quvchi qabul qilamiz. Bularning tamog'ini, yotiqini, kiyim-kechkini hamma xarajatini biz ko'taramiz degan ashunaq bir nima belgilama basiti vaqtida biz andan Turkiyadagi tashkilotlarimiz orqali ashunaq o'quvchilarni tanlab Yaponiyaga borib o'qisak bo'ladi. Lekin hozirda Yaponiya hukumati undaq bir daraja kemmini. Shunga agar Yaponiyada o'qiymiz degan qardoshlarimiz bo'lsa, yana o'zining kuchiga tayanmasa bo'lmaydi. Bu amaliy ahvolimiz. Ishlaymiz degan qardoshlarimizni qonunlik yo'l bilan qonuniy holda biz bilan aloqalashsa, biz buni yo'lini mangsak, ehtimollik bor edi. Chunki Yaponiyalik emgak kuchiga ehtiyoji bor. Mush 4-dan keyin bular biz qari ishlab qo'yamiz. Dehqonchilik deydi, suv mahsulotlarini ishlab chiqarish deydi. Anniki ma qurilish o'rinlarida ishlash deydi. Buningga aniq ma vizini kengchilik qilyapti. Endi buni bo'ylaqi o'pulachi yerga ba'zi xizmat topolmaydi. Evet. Bunu ben bir teşkili Yapon şirketlerle sözleşip falan şirketke maçadan gerekke desem şu şirket mesela şirket A'ga 4 adam gerekken desem şu 4 adamını biz Japonya'dan, Türkiye'den onu yollarına kabul kılsak buludu. Lekin bunun şartı nime? Birisi çokum okugan buluş gerek. Endi başlangıç mektep seviyesi, o'rta mektep seviyesi yoki to'liq o'rta mektep seviyesi bilan Yaponiyaning bir shirkatga berib ishlash, ba'zi shirkatlar uni qabul qilishi mumkin, ba'zi qabul qilmasligi mumkin. Har bir shirkatning odam elish shartlari o'xshamaydi. Buni endi shu shirkatlar so'zlashib, Turkiyadagi qardoshlar so'zlashib, uni biz bir ko'rikli yo'l o'ynasak bo'ladi. Buning shu bir nima ketadi endi. Bir jarayon ketadi. To'g'ri. Ekrandagi ko'rganlarimizning sizning ishlaringizni bildi va sizni to'g'ri tushundi deb o'ylayman. Aka hozir Yaponiyaga berib o'qish va ishlash viz to'g'riliq so'z ochilib qoldi. Hozir Yevropa ülkeleri panoh tilab qolgan Uyg'urlarni chegarada chiqmaydiganligini nima yerda tutib turganligini dedi. Bu vaqtda Yaponiyaning qonuniy yurgizilgan siyosatlari qandaq bu vaqtda? Endi dunyoning hamma davlatlarida hamda qonunsiz chiqib kirishni cheklaydi-ku. Har qanday davlatga siz qonunsiz viza bilan qonunsiz kirib qolsangiz, u o'g'irlik chiqargan deb hisoblanadi. Sulab qo'ydi. Shunday. Endi buni bizning Uyg'urlarimiz ba'zida to'g'ri tushungan bo'lishi mumkin, ba'zida buni to'g'ri tushunmay qor yo'llar bilan kirib ba'zida tutilib qolgan ahvollar bor. Turmlar yetib uni bizning chet eldagi tashkilotlarimiz uni qutqizish uchun yo'llarni qilgan ishlar bor endi. Mumkin bo'lsa shu qonunsiz yo'lni mangmasak, agar o'zimiz Turkiyada qonuniy tunatgan bo'lsak, Turkiyaning sharoitidan undan foydalanib, ya'ni shu asosda qonuniy yo'llar orqali o'zimiz bormoqchi bo'lgan ikkinchi yoki uchinchi davlat belishning yo'lini tanlasak bo'ldi. Hargiz qor yo'li bilan qor guruhlariga pul to'lab
bir muncha iqtisodiy ziyon tortib, oxirida yana o'zimiz turmada yotsak, vaqtida tortgan ziyonimiz cho'ng edi. Albatta. Shunga albatta Yevropadagi tashkilotlar, Yaponiya tashkilotlarimiz ham biz ham bu jihatda o'rtaq shu xalqimizningki chet elda tortayotgan bu jafoliqlarni azaytish ve ular asal keltirish uchun har xil qo'limizdan kelgan tirishchilikni ko'rsatamiz. Jumladan Yaponiyaga ham bormoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, tashkilotlar bilan aloqalashib, tashkilotlar orqali qanday masalan Yaponiyaga ishlamoqchi bo'lgan bo'lsa, biz ham shu yo'llarni menib, falonchi shirkatga manchadam kerak ekan deb bu Turkiyadagi tashkilotlar bilan aloqalashib, Turkiya tashkilotlarimiz bizga odam ko'rsatib bersa, biz ondan shu odamlarni qabul qilib Yaponiyadagi shirkatga turmushtirsak bo'ldi. Endi mening ham shaxsan prinsipim shu. Men o'zim tashkilotda bo'lgandan keyin biz tashkiliy ishlarni qilamiz. Masalan, Turkiyada bo'lsa, biz Turkiyadagi masalan Setim Turkiya panini tashkilotlari, Hidoyatulloh panini tashkilotlari yoki ulamalar birligi va mushlar ko'rsatgan odamlar ne biz albatta yo'lni uni o'rlashtirishga tirishamiz. O'zimiz bilmaydigan odamlarni yoki masalan oq ko'rinishi aniq bo'lmagan odamlarni biz albatta yordam qilolmaymiz. Buni to'g'ri tushunish kerak. Albatta. Shu ma'noyilaqi ba'zi qarindoshlarimiz aloqa qilib keladi endi. Men ko'pincha endi bularni aniqlayman. Masalan, Setim Turkiya panimdan yoki bizning boshqa tashkilotlarimizdan falonchi men bilan aloqalashganda bu odamni siz bilamsiz, bu nima odam deb aniqlab, ular mana bir destek bersa, men xotirjaman ular ma'lum. O'zim bilmagan odamlarni men endi bevositalik men bilan aloqa qilishib kelsa, men ta'sir tushadi. Chunki men bilmayman odamni qanday odam ekanligini. Chunki bizning bu jamiyatimiz murakkab qarang. Har xil odamlar bor. Shunga uni oq ko'rinishni, bu zot qanday odam, da'vo qatnashadigan odammi yoki umrida bir qator namoyish qatnashmay, voy turmam deb menga yordam qilsangiz desa, men unday yordam qilolmayman-da. Yaponiya panoh tilab borganlar bo'ldimi? Panoh tilab borganlar bo'lgan bo'lsa, ularning haqida Yaponiya davlati qanday ishlar bo'ldi, qanday qarashlar bo'ldi? Yaponiyaga panoh tilish bo'ladi. Yaponiya chunki u erkin demokratik bir mamlakat bo'lgandan keyin panohlik tilash huquqi bor. Har qanday bir odamningki bo'libmi siyosiy zulm uchrayotgan, siyosiy besim uchrayotgan, siyosiy jihatda tahdidga uchragan har qanday bir odamningki erkin demokratik davlatlardan panohlik tilash huquqi bor. Yaponiya buni rad qilmaydi. Shunga Uyg'urlarmi buni chekidan bo'lgan ekan. Har qanday Uyg'ur agar u Xitoyning jasus bo'lmasalar, jinoyatchi bu Xitoy uchun xizmat qiladigan vatan xoini bo'lmasalar, Yaponiyaga berib u panohlik iltimos qilsa biz yordam qilamiz. Masalan, bizning Abdurahmon Hasan Yaponiyaga bordi-ku. Shunday. Uning vizasi Yaponiyadagi iqomati ancha uzun emas ekan. Shu Turkiyaga qaytib kelmaydigan keyin biz Yaponiya hukumatiga biz uni siyosiy panohlik tilashga iltijo qildik. Hozir qonuniy turyapti. Qonunli turyapti Yaponiyada. Shunga endi u Yaponiyaga borma deb Turkiyada turib Yaponiyadan siz siyosiy panohlik tilayolmaysiz. Chunki siz Yaponiyada emas bo'lgandan keyin Yaponiya sizga panohlik bermaydi. Siz Turkiyada tug'andan keyin sizga Turkiya panohlik beradi. Siz qaysi mamlakatda bo'lsangiz, jismoniy jihatda siz qaysi mamlakatda bo'lsangiz, shu mamlakat sizga panohlik beradi. Siz Turkiyada turib Yaponiyadan yoki Fransiyadan yoki Angliyadan panohlik qilsangiz, u mumkin emas. Siz shu davlatga kirishingiz kerak.
mayli qaysi yo'l bilan kiring, qonunli kiring, qonunsiz kiring, kirgandan keyin undan soqchiga ma'lumot qilib, bunday odamdan men siyosiy panoh tilayman deb organlarga borsangiz panohlik beradi. Şoň Yaponiyadami siyosiy panoh iltimos qilsangiz panohlik beradi. Sözleriniz için rahmet etimiz. Ahırda ekran altı görünmenlerimizge demekçi olan sözleriniz olsa direkt sözleriniz. Aldı bilen Uygur televiziyasiga degan meni bu stadiyumga taklif qilib Yaponiya to'g'riliq va bizning davarimiz to'g'riliq savollarni so'rab meni javobimni olganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Shunaqla ekran oldidagi bütün vatandaşlar, qarindoshlarga rahmat aytaman. Yaponiya to'g'riliq yoki bo'lmasa Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston mustaqillik tashkilot to'g'riliq savolinglar yoki talablaringlar bo'lsa, har zaman aloqa qilinglar. Xizmatinglarda bo'lamiz. Hammaga rahmat. Allah sizden razı olsun, sizge rahmet. Rahmat. Şunda hörmetli görmenler, bugünkü söhbetimiz bir yerde ahırlaştı. Keler qatımki söhbetimizgacha aman bulunlar. Ben Muhammed Emin. Allah emanet.